Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari va guruhimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan darsimizning 6-siga yetib keldik. Lesson 6. Bu darsimizda biz domestic animals'ni o'rganamiz, ya'ni uy hayvonlarini. Albatta sizlarga qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Diqqat bilan kuzatib boramiz. Demak, uy hayvonlarimizdan ko'pchilikni uyida bor, mana shu uy hayvondan ingliz tilida cat deb nomlanadi. Cat. Talaffuz qilishini qavschaga yozaman. Cat. O'zbek tilida mushuk. E'tibor beramiz. Ingliz tilida bu cat deb nomlanadi. Talaffuz qilinishi va tarjimasi mana bunday. Mushuk. Mana mushuk. Cat. Keyingi uy hayvonimiz ham ko'pchilikni uylarida uchraydi. Mana dog. Bu hayvon ingliz tilida dog deb nomlanadi. Talaffuz qilinishi ham xuddi shunaqa. Dog. Tarjimasi kuchuk degan yoki it. Kuchuk yoki it. Dog. Dog. Keyingi uy hayvonimiz qo'y. Bu hayvon ingliz tilida sheep deb nomlanadi. Talaffuz qilinishi xuddi shunaqa bo'ladi, chunki ikkita e kelgan holatida biz i deb talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Sheep, ya'ni ma'nosi qo'y. Okay. Davom etamiz. Sheep demak qo'y. Bizda yana keyingi hayvon, ya'ni qush turkumiga kiradi. Uylarda, ba'zi bir uylarda boqiladi, to'tiqush. Bitta mana shu qushni inson tilida gapira oladi deb eshitganman. Parrot. Ya'ni parrot to'tiqush. To'tiqushga o'xshab gapiraverma deymiz-ku, to'tiqush. Parrot. Nimaga gapimni qaytaraverasan deydi, to'tiqushga o'xshab. Shu parrot ingliz tilida. Va ko'pchilikni uyda bor, asosan qishloqlarda ko'p uchraydi. Cow. Sigir degan ma'noni bildiradi. Cow. Cow. Emas, biroz cow holatida talaffuz qilinadi. Cow. Mana shu holatga ham e'tiborimizni qaratamiz. Mana bu C harfi O harfidan olingan bo'lsa, K deb talaffuz qilinadi. Cow. Talaffuzi cow. Sigir. Xo'p, bu yerda keyingi hayvonimiz ot, horse. Horse. Talaffuz qilinishi oxiridagi eni talaffuz qilmaymiz. Horse. Ma'nosi ot degan ma'noni bildiradi. Horse. Ot. Asosan bu hayvondan qadimda urushlarda foydalanilgan. Otdan. Ya'ni jangovar askarlar shu otning ustida jang qilishgan. Horse, ot. Keyinchalik uy hayvoniga aylanib ketgan. Mana tog'imiz tuxumlarni bosib yotibdi. Bu hayvon, uy hayvoni ingliz tilida hen deyiladi. Hen o'qilishi ham bir xil, yozilishi bilan tovuq. Hen. Tovuq hisoblanadi. Ko'pchilikni uyda bor. Bu ham 7 mo'jizaning biri. Juda yaxshi uy hayvonlardan biri tovuq. Eslab qolamiz, tovuq hen. Xo'p, mana bu tovuqning eri. Rooster. Ya'ni xo'roz. Rooster. 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 Xo'roz. Xo'roz bizni asosan ertalab uyg'otadi, bu uy hayvoni. Rooster. Soati 5:30 bo'lib, bu qichqiradi. Rooster, xo'roz. Esimizda qoladi, rooster. Keyingi baliq asosan akvariumlarda uyda boqiladi. Fish. Bu bor, ko'pchilik boqadi akvariumlarda baliq. Asablarni tinchlantiradigan mavjudot. Uy hayvoni sifatiga olishimiz sababi shu, ko'pchilik akvariumda boqadi. Fish. Ingliz tilida fish. Keyingi uy hayvoni goat. Ya'ni echki. Goat, echki, juda yaxshi. Mana shu hayvon goat, echki deb nomlanadi, mana. Mana shunaqa o'tloq yaylovlarda boqiladi. Goat, echki. Keyingisi sichqon ovi kinosini ko'rganlar bormi? Mouse. Sichqon. Mouse, sichqon.
Ya'ni talaffuz qilinishi mouse holatda bo'ladi. Sichqon degan ma'noni bildirib beryapti bizga. Sichqon. Mouse. Sichqon. Mana bu yerda ikkita. Keyingisi eshak. Donkey. Eshak donkey. Donkey hisoblanadi. Mana bu yerda asosan dehqonlik ishlarini bajarishda dehqonga yordam beradigan, fermer beradigan hayvon, donkey. Keyingisi sevimli ichimlikimiz, ko'pchilikning sevib ichadigan ichimligi Red Bull. Mana bull, buqadan olingan. Ranglarni o'tgandik. Red nima degan edi? Qanaqa rang edi? Red. Qizil. Qizil. To'g'ri. Qizil. Buqa. Red Bull. Ya'ni shunaqadan olingan. Ya'ni nima uchun bunaqa nomlangan desak, bu o'sha energiya beradi insonga vaqtinchalik, shuning uchun shunaqa buqaga aylanib ketadi degan ma'noda Red Bull. Ya'ni buqa. Bull. Buqa degan ma'noda. Juda yaxshi. Mana shu hayvon bull. Buni ba'zi bir davlatlarda, Ispaniya davlatida, men adashmasam, bu bilan musobaqalar o'tkaziladi. Odamlar quvadi bu. Bull. Shunaqa an'anasi bor. Esimizda qolsin, bull. Keyingi hayvon deb oladi ba'zi bir insonlar yoqtiradi buni. Ilon. Uyda qaraydi. Talaffuz qilinishini hozir yozib ko'rsataman. Snake. Snake. Ilon ma'nosini bildiradi. Ko'pchilik Amerika yoki shu Yevropa davlatlarida boqiladi. Kamdan kam uchraydi, lekin albatta bor. Shuning uchun snake oldik. Keyingi uy hayvonimiz rabbit. Rabbit. Quyon. Quyon uchun alohida multik filmlar ishlab chiqarilgan. Qiziqarli. Quyon nimasini gavdalantirgan holatda, qahramonini gavdalantirgan holatda rabbit deb nomlanadi. Rabbit. Quyon. Mana bu uy hayvoni esa pig. Cho'chqa. Yozilishida talaffuz qilinadi. Cho'chqa. Pig. Cho'chqa. Uy hayvoni. O'zbekistonda uchramaydi deyarli, lekin ba'zi bir davlatlarda boqiladi. Pig. Cho'chqa. Okay, qani? Okay, yaxshi. Bu o'rdak, duck. Talaffuz qilinishi bor mana, duck. Ya'ni o'rdak. Uy hayvoniga kiradi, boqiladi. Asosan fermerlar yaxshi ko'rib boqadigan o'rdak. Mana bunisi g'oz, goose. G'oz. Talaffuz qiling, goose. G'oz hisoblanadi. Demak, ingliz tilida mana shu qush goose, esimizda qolsin, goose. G'oz. G'oz. Keyingisi bu yoqimli hayvoncha hedgehog. Tipratikan. Talaffuzni ham o'rgataman. Hedgehog. Hedgehog. Tipratikan. Ma'nosini bildiradi. Tipratikan. Bunaqa. Tipratikan. Endi ingliz tilida hozirgacha o'rganib kelayotgan darslarimizni takrorlash uchun kichik-kichik gaplarni tarjima qilishni bugundan boshlaymiz. Ya'ni reading and translation. O'qish va tarjima degani ma'noni bildiradi. O'qish va tarjima. Reading and translation. O'qish va tarjima. Xo'p, men gaplar yozaman, tarjima qilishga harakat qilasizlar. Hammasi o'tgan mavzularimizdan. Qani boshladik. Kim tarjima qilib beradi? It is a black cat. Harakat qilaveramiz, qani. Kim javob beradi? Bu qora mushuk. Bu qora tak. To'g'ri. Demak, mana it isni biz u degandik. Artikli bitta degan ma'no beradi. O'zbek tilida
Yo aytsak bo'ladi, yo aytmasak ham bo'ladi. Demak, black qora dedik, to'g'rimi? Qora, cat mushuk. To'g'ri. U bitta qora mushuk. Yaxshi, davom etamiz. Yana boshqa gap beraman. Bu bitta oq U rang, bitta oq kuchuk. oq rang kuchuk. To'g'ri. Yaxshi. Mana shunaqa hali katta gaplarni, qo'shma gaplarni ham bemalol aytadigan bo'lamiz. Shu gaplar o'sha mavzularni o'tib, lug'atlarni o'tganimizda shunaqa qobiliyatga ega bo'lamiz hali. Demak, tarjimamiz to'g'ri. U bitta oq kuchuk. Shunaqa. Juda yaxshi, молодец. Oxirgi gapimni tarjima qilish uchun yozaman. Okey. Uzunroq gapimiz qani kim shuni tarjima qila oladi? Ketdik. Ular qora qo'y va oq mushuk. Juda yaxshi. Nima uchun biz ular dedik bu yerda? Chunki zey bor. Boshida. Ikki kishi, to'g'rimi? Yaxshi. Demak, tarjimasi ular bitta qora qo'y va bitta oq mushuk. Juda yaxshi. YouTube kuzatuvchilarimiz, sizlar ham albatta oldingi darslarimizni kanalni profiliga o'tsalaringiz, birinchi darsdan boshlab o'tib kelayotgan mavzularimizni agar ko'rib kelsangiz, albatta bu gaplarning tarjimasiga bemalol tushuna olasiz va o'zingiz ham shunaqa gaplar ayta olasiz. Hozir Telegram YouTube kanalini profilda Telegram kanalimiz ham bor. U yerga men o'tgan mavzularimizda mashqlar tashlab boraman. Albatta kanal guruhga o'tib, mashqlarni ishlab, bilimingizni oshirib borishingiz mumkin. Endi hozir shu guruhga hayvonlarning ovozlari bor va nomlari bo'lgan bitta video tashlayman. Shuni ko'rgandan keyin testlarga o'tamiz. Savollar bo'lsa marhamat.